bir o'zing kelibsan-da. Men bir kishiga qarshi uncha odam bilan urushmayman. Tushunmadim. Ko'rmisan? O'rtoqlarim ko'rmayapsan? Bular kecha gapda og'ziga kuchi yetmaydigan bir harom orqangdan gapirganda krisada jim turgan o'rtoqlaringmi? Nima? Yaxshi bo'ladi o'zi. Kim Farxonmi? Hech kim emas, o'zi men bilan yurib ko'tarilgan. O'zimiz odam qilganmiz-ku Farxonni. Unchalik emasdir. Shunchalik, ishonaver, hali shunaqa faktlar bor, o'zing ko'rib hayron qolasan. Mana o'rtoqlardan so'ragin, gapim yolg'on bo'lsa, hammasini aytib berishadi. To'g'rimi? Hey. Sha'ningni himoya qila olmagan, o'zingni himoya qilardim. Men-ku aniq dushmaningman. Sen esa atrofingdagi soxta do'stlaringdan qo'rq. Sog' bo'l. Unutma. Sen yolg'izsan. 10 ta shoqol do'stlaringdan ko'ra bitta mard dushman yaxshi. Shuncha yil yashab, biz yo'q davralarda nomimizni himoya qiladigan bir do'st topolmadik.